Ana obunachilar Sankt Peterburgdagi hobi magaziniga keldim. Kamroq sizlarga obzor qilay deb. Mana bu kraton, qaranglar. Bu yerga judayam gullar qimmat. Mana bu mayda gullar. Mana bularning o'zi 90 ming. Bizlarning pulga 90 ming, 600 rus pulga. Mana bu 1,5 ming, 220 ming. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu ham 1,5 ming. Mana gitarani ko'raylik. Mana shu gitara 1400 ekan. Bu bo'ladi 210 ming. Mana shu gitara, mayda gitara 210 ming o'zbek pulga sizlar. Obunachilar 210 ming o'zbek pulga. Mana shu 200 qanchaga hozir buni ham ko'raylik. Mana bu ham 210 mingga to'g'ri keladi o'zbek pulga. Mana maydagina gulchi. Mana gitara ko'rdingizlarmi? Mana bular qancha ekan hozir bilib beraman. 700 so'm bo'lsa bu 120 ming. Mana shular mayda gullar 120 ming O'zbekistonning puliga. 120 ming. Mana bu 1300 bo'lsa agar qizlar, mana bu ham 210 mingga to'g'ri kelar ekan. Mana bu ham 210 mingga to'g'ri kelar ekan. Mana shu gul 210 ming. Mana 40 cm, 30 cm chiqadi. Mana bu 110 mingga. Mana shu maydacha, mana shu maydachalar 110 mingga to'g'ri kelar ekan O'zbekistonning puliga. 110 ming. Mana shu O'zbekistonning puliga 110 ming. Mana bular 700 rubl. 700 rubl. Rus pulga 700. Mana buni qaranglar. Buni hozir aniqlaymiz. Bu 850 so'm bo'lsa agar, mana 120 mingga to'g'ri kelar ekan. Mana 120 ming O'zbekistonning puliga. Bu 850 rus pulga qizlar. Ko'rdingizlarmi? Shu chiroyli gullar ana shu qimmat. Ko'rdingizlarmi? Katalarning narxini ko'ramiz. Qarang. Bu 3,5 ming bo'lsa O'zbekistonning puliga 430 ming, 500 ming. Mana shular. 450, 500. Eshitdilaringmi? Mana bu uchtaligi qancha ekan? Hozir bu uchtaligini ko'ramiz. Bu 150 dollar ekan qizlar. Bu uchtaligi 14.500. Qarang. 14.500 bo'lsa 150 dollar uchtaligi qizlar. Mana bu ham 250 dollar. Bu Benjamin. Fikusmi shuda Benjaminmi? Mana bu 32 ming ekan, qaranglar. Mana bu 32 ming. Mana bu 500-600 ming so'mda O'zbekistonning puliga qizlar.
Bilarizmi? Mana. Mana bu qancha mana? 15 ming. Mana şu. Mana şu 15 ming ekan. Uchtalik 15 ming ekan qizlar. Mana bu qancha ekan? 1300 bo'lsa qizlar, mana bu ham 220 mingga to'g'ri kelar ekan. Mana shu maydacha, mana. Mana shu mayda qizlar, mana 220 ga mana. Bo'lsa 40 santimetr. Mana shu 220 mingga to'g'ri kelyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerga juda ham gullar qimmat. Mana bu kratonlarni qaranglar. Bular ham juda ham qimmat. Mana bu ham 220 mingga to'g'ri kelyapti kraton mana. 220 ming. Mana shu maydacha 220 mingga to'g'ri kelyapti. Tushunibsizlarmi qizlar? Mana 220 mingga. Mana bu ham 220 mingga to'g'ri kelyapti. Mayda gulchalar 220 ming. Qaranglar, mana bu 100 mingga to'g'ri kelyapti. 100 mingga, 95 ming, 100 mingga to'g'ri kelyapti. 650, 670 ana shunaqa. Ruslarning puliga. Ko'ryapsizlarmi qizlar? Chiroyli.